Assalomu alaykum. Sizga operator bo'luvchilar, men Timurli kalavatlarimiz hamda xolos tayyor bo'ldi. Polin surish jarayonidamiz. 3ta, uchalasam 3 xil. Profilimiz 8 ga 4, 8 ga 4, ustimi 8 ga 8 bo'lgan. Buni stenkalar ham 1.7, 1.6larda bo'lgan. Betiga list qo'yganmiz, betiga 2 ga 1 listdan profildan qilganmiz. Xohlasa suvalkalarni ham cho'tkilab qilganmiz. Mana ko'rib turibsizlar, inshaalloh chaqlab turish po'kilablarni qilib, kraskalarni tayyorlamiz hali. Kalavatimiz yig'ishtiriladigan bo'lgan. Bu yerda aga bo'lib o'tadi, teshib turib tayyorlab beramiz uni ham. Yo'llarga mana shu tumka gullarni qo'yganmiz chiroyli qilib. Lagalar ham xudo xohlasa 4 ta bo'lgan. Temirdan bo'lgan lagalar ham bo'qvat bo'lib, moshni bo'lgan, xudo xohlasa. Bu oyog'im tagida pastsapkasi bor. Chiroyli bo'ladi, xudo xolasa. Razmeri buniki to'liq 2,5 ga 3. Bunisi endi boshqacharoq bo'lgan. Posoni 1,5 ga 1,5 ishlagan, 6 ga 4 profilimiz ishlagan, 8 ga 4 bo'lgan. Shunaqa lagasini buni 3 ta tashaganmiz. Qo'llari shunaqa shpolli poldan bo'ladi. Bir-biriga olib kiradi inshaalloh. Chiqib ketmaydi, ochilib ketmaydi. Bunda lagasi 3 ta bo'lgan, bu ham yig'ishtiriladi. Ustunlari 8 ga 8. Tumka gullari bor. Mana ular 1,5 ga 1,5. Bu ham yig'ishtiriladi. Buni ham ozgina kamchiligi bor. Buni ham kamchiligini qilamiz hali. Suvalkalarni ham cho'tkilab qo'yganmiz mana. Bo'g'at qilib. Orqa shosdan mana. Endi bu kalavatimiz ham postdan boshqacharoq. Buni ham razmeri TS profilimiz 6 ga 4, 4 ga 2,5, 2 ga 1 ishlarga, 8 ga 4 ishlarga. Ustimi 8 ga 8 bo'lgan. Hammasini ustimi 8 ga 8. Bog'lasa mana. Buni suvalkalar tindirib qilingan, chaqlangan bunga. Mana suvalkalar ham kamtashga suvalka apparati bo'lgan, bo'qot bo'lib. Mana pollari ko'rib turibsizlar, shipon qilib o'chib turib qo'yilgan bo'qot bo'lgan. Polimiz ham 2 pollar. Taxtamiz qalinligi. Shipon qilib o'chirgan, mana egilib ketmaslik orqasidan taroqcha o'chib qo'yilgan. Buni ham orqasidan xudo xolasa. Mana yerda yana bitta profilimiz bor, bu yerga list o'rnaydi. Bu teshishga qiynalmaydi ular. Bunisini qo'ymay turganmiz. Yig'ishtiriladi bu ham. Gondiylarni qilganmiz, bo'qat qilib. Buni lagasi mana 3 ta bo'lgan. Buni ham yig'intaga pastavkasi bor. Jiyan qo'qitdilar hamma polni. Tindirib. Mana kraskalar ham devor kraskalar sochamiz hali. Cho'lasini ham har xil qilib. Hammasini posani boshqacha. Buni koronasi boshqacha, buniki boshqacha, buniki boshqacha. Xohlasa zakaz qilaverasizlar, qilib beramiz hammaniga. 90 tl 461 55 53. Bular razmeri 2 ga 40 ga 2 ga 90. Ikkitasiniki, narisiniki to'liq 2,5 ga 3. Bag'da kachelamiz ham bitibdi. Mana o'sha kachelamiz. Xohlasa bu ham shu jarayonda. Profillarimiz 8 ga 4. 3 ga 3 profilimiz ishlagan. Bo'qot bu ham. Suvalkalarni ham ko'rib turibsizlar, chaqlab turib, bunga ham shpo'glab bilan tutamiz. Bo'qot qilib quyilgan. Bu kachelamiz razmeri to'liq. Profildan profilgacha 2 metr. Tevasi Lexan bo'ladi, to'mi. O'zimiz Namangan shahariga ular hammasi inshaalloh. Zakaz qilsani sizlarga ham qilib beramiz. Shunaqa yo'llarga gullarni qo'yib, konkretida gullarimiz ham profildan bo'lgan. 1,5 profillar, stengasi ham 1,2, 1,3 ishlagan. Bo'g'lasi bu ham yig'ishtiriladi. Yo'llarni gondiylar qilganmiz, bu ham yig'ishtiriladi. Mana sidinalar 4 ga 2 profildan bo'libdi.
tomlarni ham endi o'zi yasamaymiz inshaalloh. Buni ham butganni qo'yamiz, kalavetimizni ham, buni ham. Bog'lar zakaz qilaverasizlar, kachanglar ham, suri ham. Orqasi katta shipo, razmeri 4x3. 90 461 55 53.